Assalomu alaykum. Bugungi sotiladigan 8 so'tli uyimiz Oqko'prikdan 10 ga burilganda, ya'ni 63-maktabning oldidan kirganda joylashgan. Va bu tomonga Sharxonboz yo'nalishidan ham kirsa bo'ladi, asfalt yo'lning bo'yida. Uyimiz oldidan shunaqa zovurlar ham o'tgan ekan. Va bu esa orqa eshigimiz. Bu tomondan ham kirsa bo'lar ekan uyimizga. Bu tashqi ko'rinishi. Bu xonadonimizning umumiy yer maydoni 8 sotix, aslida esa hozirgi kunda 10 sotikdan iborat va 8 xonadan iborat va podvallari ham bor. Bu uyimizda podvallar uchun joylar tashab ketilgan, 1,5 metr balandlikda. Bu yoqda ham alohida yana bitta podval bor, birinchi xonaning tagida. Bu xonadonimizga kirishdagi rom, ya'ni 15/60 ga 3/20. Bu tarafdagi romimiz esa 8/40 ga 3/20. Bu yerda hamma xonalarimiz holati bir xil. Va bu yoqda kirishda o'ng qo'ldagi birinchi xonamiz, podvallari ham bor. Ya'ni 4/73 ga 3/58. Keyingi ikkinchi xonamiz esa 4/15 ga 3/60. Va buni ichida sanuzilga joy tashlab ketilgan, ya'ni 2 ga 3/60. Va bu yoqdagi xonamiz esa 4/15 ga 3/60. Keyingi xonamiz esa 3/60 ga 5/15. Va kirishda chap qo'lda ro'paradagi xonamiz esa 4/15 ga 3/60. Va bu yoqda keyingi oxirgi xonamiz esa 7 ga 3/60. Va uyimizning bu tarafida esa taxminan 1 ga 16, orqa taraf ham tashlab ketilgan ekan. Bu joyimizda gaz, suv, svetdan hech qanday muammo yo'q va bugungi kunda bu joyimizga 70 ming dollar narx so'ralyapti. Batafsil ma'lumot uchun quyida egasi nomerini qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olib savdolashishingiz mumkin. Rahmat.